kelyapti. Bir bugun vaqting bo'lsa, oshga olib borasanmi deyotgandim. Ada ishxonamnikilar bilan yig'ilishim bor edi. O'zi shoshayotgandim. Keyin borarmiz. Obbo, shu yerga oshliq masala bo'lardi. Mayli o'g'lim, ishlaringning rivojini bersin. Xoliq amaqa bir minut to'xtab turing, sizda gapim bor. Ha, Ravshan akam, tinchlikmi? Xoliq amaqa, mana ham o'zingizni o'g'lingizdek ko'rasiz-ku, yuring birga borib osh yeb kelamiz, maza qilib. Bugun men ham bo'sh edim. O'g'lim, qandoq bo'larkin? Qanday bo'ladi? Yuring amaqa, maza qilib kelamiz. Doda, mana oshingiz. Men bilan kelgan bola qani? Birga oshimiz deyotdi. Naringxonda o'rtoqlari bilan o'tiribdi. Kamchilik bo'lsa yetarsiz. Osh bo'lsin. Bo'lar ekan-ku, oshnaxoylar bilan mana shunaqa joyga kelib o'tiribsiz. O'rtog'im, onlaring bexijolat. Mana bunaqa meva yegan. Sen nima qarab o'tiribsan, olmaysanmi? O'rtoq, men sal pulim kamroq edi-da bugun. Nima xijolat bo'lasan, o'rtoq, bemalol yeb uchur. Bugun choyxona mani hisobimda. Shedriligini qara o'rtoq buni. Bitta o'g'il bo'lsa sandaka bo'lsin deyman-da. Ertalab oting oshga olib borgin desa, otingni oshga olib kelishga erinib, men bitta oshna og'aylaringga gref qilib, meni nomimdan choyxona deyapsan-a? Sutanga tushundingmi? Bizga gref qilgandan ko'ra chiqib anta otingga qaragin. O'g'il bola. Shuni o'zimga yetsam bo'lardi-yu. Hamon olib yetishing shartmidi? To'g'ri gapirdi. Ko'chaga chiqib sekin chetda o'zay gapirsang bo'lardi-yu. Bunaqa bolalar vashi ko'payib ketgan hozir. Yo, noto'g'ri gapiramanmi o'rtoqlar?